Qon qayerdan paydo bo'ldi? Arti men tushunmayapman. Sen hammi? Qara, qo'limda kirka ham paydo bo'ldi bolg'a bilan. Bu narsalar axir biz o'zimiz yasashimiz kerak emasmi? Voy, Minecraftda qandaydir bug bo'lyaptimi? Qovurg'alarni chiqarib tashlabdi Arti. Yo, bu Minecraftda yangilanishmikan? Bilib bo'lmaydi, lekin yangilanish bo'lishi ham mumkin. Arti, to'xta, meni kut. Qonni izidan boraveramizmi nimaligini aniqlash uchun? Bo'pti, borsak boramiz-da. Bu doktor, bu yerda harbiy, bu yerda esa askar, ichkarida nimadir bormi Arti? Buni olib olay, kerak bo'lib qolishi mumkin. Okay, qon ichkariga ketgan ekan. Artefakt ketdikmi? Mana mana bularni olsak, mabodo yo'lda kerak bo'lib qolishi mumkin. Bilib bo'lmaydi axir. Ketyapti. Mana shu qonni ortidan yuraveramizmi axir? Mayli, yuramizda, boshqa yerga ham boramiz. Okay, bu yerda itlar, bo'rilar yuribdi. Bo'rilar ham ko'payib ketibdi. Bekorga ko'paymagan-ku, to'g'rimi Arti? Bu yerda nima bo'lyapti? Bug bo'lyaptimi o'yinda? Xo'sh, menda esa yo'q, bug bo'lmayapti hozircha. Bilmayman, Minecraftga qandaydir virus tushib qolganmikan shunda? Virus kirib o'ldirib ketyaptimikan? Shu narsalarni qo'yib ketyaptimikan? Bilib bo'lmaydi, chunki bo'lishi mumkin shunday narsa. Hop, Arti yo'l izlayapti. Arti, to'g'ri yo'lni topdingmi? Bu yerdan yuramizmi? Okay, bu yerda bo'ri hozirgina qo'yni o'ldirdi. Mayli, hop, sakrab yetib olamiz Artiga. Bu yoqqa artefakt. Sakraymiz yana. Hop, menimcha deyarli yetib keldik. Arti, to'xtab tur, men ham yetib olay. Okay, let's go. Bu yerda yana qonlar qo'yib qo'yilgan ekan. Hop, bu yoqqa yana sakraymiz va bu yerga tushamiz. Bu yog'iga yuramizmi yo qolamizmi shu yerda? Cho'ta borish xavfli tuyulyapti-da Arti menga. Shu bormasak bo'lmasmikin? Mana shu yerda qolaveraylik. Mana shu tovuq go'shtlarini olib olay, baribir yo'lda kerak bo'lib qoladi. Bilib bo'lmaydi Arti, yo'lda kerak bo'lib qolishi mumkin. Bog', bunaqada qachon yetib boramiz? Arti, to'xta Arti. Bu ogohlantirish. Men buni oldingi videolarda ko'rganman. Bu ogohlantirish. O'rtasidan o'tma Arti. Voy, la'nati, bularning o'rtasidan o'tib bo'lmaydi. Ular yo'q bo'lib qoladi. Arti qayergadir yo'qoldi. Endi mana shuni ortidan bormasak, Artini topa olmaymiz. Obunachilar nima deb o'ylaysiz? Artefakt qayerga yo'q bo'lib qoldi? Kommentariyada yozib qoldiring. Hop, yaxshi, bu yerda qo'y turibdimi? Mana senga yaramas. Hop, har hol bizga yegulikka yarashi kerak qo'ylar. Hop, oldik. Qon qayerga qarab ketgan ekan? Bu yoqqa qarab ketibdi. Ajoyib, bu yoqqa yurar ekanmiz endi. Hop, o'ngga, chapga. Xo'sh, to'g'ri yuramiz. Menimcha bu juda uzun bo'lib ketmagan bo'lsa bo'ldi, chunki biz uncha ko'p yurmaymiz. Okay, tun ham tushgan, chunki tunda yurish zombi. To'xtang. Minecraftda odatda zombilar paydo bo'ladi. Nega ular paydo bo'lishmayapti? Demak, Minecraftga qandaydir virus kirib olgan va u virus nimalarnidir qilyapti. Minecraft qoidalarini buzyapti. Bo'lishi mumkin emas. Noch qayerga qarayapti ekan? Mayli. Hop, bu yerda qonlar bor ekan. Xo'sh, tepaga qarab chiqib ketar ekanmiz. Bitta sakraymiz. Faqat tepaga qarab ketar ekanmiz. Yaxshi. Tepaga chiqib ketaveraylikchi, birga bo'lishi kerak-ku, to'g'rimi? Xo'sh, bu yoqda nimalar bor endi? Qon, yana qon izi. Mana shu qon izidan qarab ketaverar ekanmiz. Bu Artini topish kerak-da endi. Juda soz. Xo'sh, mana shu yerdan sakrab o'tib ketsak bo'lar ekan. Oxirigacha borishimiz kerak. Qayerda ekan yana? Xo'sh, bu yoqda muammolarimiz juda ko'p ekan. Shuncha muammoga voy, bo'lishi mumkin emas. Nahot bir dona shuncha narsa uchun shuncha muammo chiqsa. Okay, mayli, oxirigacha boramiz. Oxirigacha yetib olsak bo'ldi. Xo'sh, bu yoqda nima bor ekan? Qandaydir zombilar paydo bo'lmayapti. Men shunga hayron bo'lyapman. Zombilar yo'q bu yerda. Nega do'stlar, zombilar bo'lishi kerak emasmi? Menimcha zombilar bu yerda bo'lishi kerak edi. Hozircha esa zombilar yo'q. Bu menga antiqa tuyulyapti va boshqacha tuyulyapti. Okay, yuraylikchi. Xo'sh, bu yoqqa sakrab yetib olamiz uyga. To'xtang. Bu yoq nega yaltirayapti? Arti o'sha yerga kirib ketganmikan? Hop, bizga har ehtimolga qarshi do'stlar, mana bu bolg'a bilan daraxt kesib olamiz, chunki u yoqda qandaydir dushman bo'lsa yo biror bor chuqurga tushib ketsak, bedrockli chuqurga, chunki paydo bo'lishimizda restart bedrock bo'ldik-ku, shuning uchun bizga muammo keltirishi mumkin. Shuning uchun oxirigacha borib, bu yerda nima borligi, portal bor ekan. Hop, do'stlar, hozir shu portalga kiramiz va Artini topamiz. To'xtang, sal sichqonchani burib yubordim. Okay.